Zomin tumani 2-son kasb-hunar maktabida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 16-oktyabrdagi kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni yuzasidan ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Farmonga asosan yangi yildan boshlab mazkur kasb-hunar maktabi 1-son politexnikumi sifatida faoliyat yuritishi belgilangan. Shunga ko'ra Zomin tumani Dashtiboj shaharchasidagi maktablar va unga yaqin mahallalardagi ta'lim maskanlarining 9-11 sinf o'quvchilari, ota-onalar, ish beruvchi tashkilotlar, bandlikka ko'maklashish markazi va mahalliy hokimlik vakillari taklif etildi. Unda so'z olganlar mazkur farmon mazmun mohiyati, kelgusidagi ta'lim jarayonlari bilan tanishtirishdi. Tadbir davomida Prezident farmoni bo'yicha tayyorgarlik jarayonlari va ta'lim muassasasida o'quvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, moddiy-texnik bazasi, kasb-hunar ta'limi sohasida tajriba almashishni tashkil etish, ta'limni xalqaro standart tasniflagich va O'zbekiston milliy mamlakatimiz talablariga mos ravishda tashkil etish uchun yaratilgan sharoitlar, bitiruvchilarning amaliyot o'tashini tashkil etish va kelgusida ishga joylashtirish bo'yicha istiqbolli loyihalar, ta'lim va kasbiy faoliyatni rivojlantirish uchun hamkorlik tarmog'i, institut va texnikum hamkorligi, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, o'quvchilar bilan mavjud jihozlardan foydalangan holda ishlab chiqarishni tashkil etish va budjetdan tashqari mablag' ishlab topish jarayonlari, kutubxona fondi, elektron kutubxonasining o'zaro elektron almashinuvi 5 ta muhim tashabbus doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan batafsil tanishtirildi. Shuningdek, tashrif buyurganlarga ta'lim muassasasida tashkil etilgan karyera markazi faoliyati to'g'risida ham ma'lumotlar berildi.